Akalar, APLda eng yosh gol urgan o'yinchilarni ko'ramiz. Birinchisi Rio Ngumova, mana shu sezonda urdi. 16 yoshu 361 kun. Pashta 17 yoshga to'lgan ekan. 4-5-o'rin ekan. 4-o'rinda Wayne Rooney Evertonda o'ynayotganda 16 yoshi 360 kun bo'lgan ekan. Bu ham pashta 17 ga to'lgan. O'sha payt u eng yoshi bo'lgandi. Afsonaviy qariya Milner, James Milner 16 yoshi 356 kun bo'lgan ekan. Ikkinchi o'rinda Vaughan, bu ham Evertonmi deyman. Evertonda yosh hujumchilik gol urgan ekan, qaranglar. 270 kun, 16 yoshi. Gap yo'q. Birinchi o'rinda kim? Dowman. Mana yaqinda bo'ldi bu narsa. Shuning uchun ham shu videoni olamiz. 16 yoshi 73 kun. Patsan okalar, maktabdan yaqinda pasport oladigan yoshdi. Gap yo'q.